Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Bugün bizden söz edilen dersimiz psikologiyadaki bilişizmlik sahasını sözleyimiz. Yani bilişizm degen nemesi şu bilişni tadqiq qilish deganlik. Bilish degan nim bilan munosabatli, aslim bilan munosabatli. Amina nurg'a o'quvchilarim o'zining asli qobiliyatining tuvallik to'g'riliq ko'proq qaqshaydi. Bu albatta o'quvchilar orasida intayin umumyuzli ko'rilayotgan bir masala. Chunki bir odamning asli qobiliyatining nachar bo'lishi uning bilish iqtidorning cheklikligini keltirib chiqardi. Chunki barliq bilimlarning hammasi odatda mingning as saqlash bilan munosabatli bo'ldi. Amaliyotda odam bir narsani unutib qolamdi degan unutib qolmaydi. Masalan, kishilarning men tizli bir narsa unutib qolaman deydigan gaplarni anglaymiz. Amaliyotda u tizli bir narsa unutib qolmaydi, balki asli emas mumkin. Yoki bo'lmasa u cho'nqur aslimizning ichiga kirmas mumkin. Şuna bugün qandaq qilgan vaqtda aslimini bo'lib o'rgangan narsalarni yuqori miqdorda saqlashni o'rganamiz. Bugün men tilga oladigan psixolog Ibn Xavs deb ataladigan bir psixolog. Ibn Xavs asosiyatdan odamlarning psixikistiki saqlash to'g'riliq tadqiq qilgan odam. Ibn Xavs bu tadqiqotni olib borgan vaqtda nurg'unlagan o'quvchilarni sinab boqqan. Bu o'quvchilarni sinab qilish jarayonida ba'zi o'quvchilarning aslimizning yaxshi bo'lganligi, ba'zi o'quvchilarning o'rgangan narsalarni saqlashning tuvan bo'lganligini bayqagan. Bu oxir bu tadqiqotning natijasini yig'inchoqlab o'zining Ibn Xavs agirsizlik nazariyasini o'tirib qo'ygan. Masalan, Ibn Xavsning bu agirsizlikka diqqat qilsak, biz qabul qilgan uchurlar, biz eslamoqchi bo'lgan uchurlar 100% dan 60% ga tuvanlash uchun faqat 19 minut ketken. Fakat 19 minutlar. Demek çoğunu sizin saklanan 100%'lik esliminizden yeriminin yuqab ketiş için fakat 20 minut vaqt ketadi. 20 minutda adam o'zining as saklanan narsaning yerimini manda açıp etganda unutib ketdi degan gap. Anda bu agirsiq tuvallab 48 soatga borgan vaqtda bu 60 eslimining yan yerimi, ya'ni 30'i yuqab ketgan. Demek çoğunda yanı bir yerimi 48 saatdan keyin 2 kundagi yo'qolib ketgan. Aniki bu aslimlar bo'lsa bag'an suvatlab 7 kun bo'lgan vaqtda bu aslimning yana yerimining yo'qolib ketganini his qilgan.
Mundaq aytgan vaqtda Ibn Xavsning bu agirsiqidan biz nima ko'lay olamiz deganda, har qanday bir uchur odamga kirgan vaqtda 21 qatim, 48 minut bir qatim, 7 kunda bir qatim yerimdan yo'qolib ketganligi. 7 kundan keyin odatda o'zining aslamlarning faqat 20% ham esida qolganligi yakunlangan. Shunga men bu xil nazariyadan nimani yakillab chiqdim degan vaqtda ma'lum bir o'g'inish qonunini yakillab chiqdim. Ya'ni bu o'g'inish qonunining ismi 20-48-7. Bu yerda 20 degan minutga vakillik qildi, 48 deganimiz soatga vakillik qildi, 7 deganimiz kunga vakillik qildi. Unda biz bo'lsa bir a'lo o'quvchi yoki bo'lmasa bir o'g'inishda yaxshi o'quvchi qandoq bo'lib yaxshi o'qib qolgan. Uning haqiqatan-da shu tabiiy bilim iqtidori yoki uning tabiiy talanti yuqorimi deganda undaq bo'lib ketishini aytayman. Balki uning tug'ma iqtidori foydali bo'lishi mumkin, ammo butunlay u bu bolaning o'g'inish natijasining butunlay yuqori bo'lib ketganligini tushuntirib bermaydi. Unda bo'lsa a'lo o'quvchi bilan normal yoki nachar o'quvchi nima belgilab qo'yilsa, balki a'lo o'quvchi o'zi bilib bilmay eng to'g'ri bo'lgan as saqlash usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin yoki yaxshi bo'lgan o'g'inish usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa biz Ibn Xavsning agirsizligidan mundaq bir o'g'inish usulini yakunlab chiqa olamiz. Ya'ni bu o'g'inish usulining ismi 20 48 7 degan bir xil sxema. Ya'ni buning demakchi o'g'inimiz siz ma'lum narsani o'rgandingiz. O'rgangandan keyin 20 minutdan keyin buni qayta bir takrorlab o'tish. Chunki 20 minut bir tuvallash bosqichiga borgan vaqtlar tusab 20 minutda bir takrorlab o'tish. Ondan keyin 48 soatda bir takrorlab o'tish. Ondan 7 kunda bir takrorlab o'tish. Bu xil takror usulda uni o'rgangan uchurlarning odatda 100% desak, uning 80%, 90% o bolaning esida qoladi. Shunga masalan, asosiy qarasak, birinchi kuni u bir narsa o'rgandi, bir o'quvchi. Buni u 20 minutdan keyin, ya'ni uyga qaytgan vaqtda yoki darsdan tushiblar, o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash kerak. 20 minutdan keyin takrorladi, ikkinchi kuni keldi, uchinchi kuni keldi. Uchinchi kunda cho'digan, uchinchi kuni, ya'ni 48 soat to'shgan vaqtda u tunji kuni o'rgangan narsani yana qayta bir takrorlash kerak. Demak, birinchi kunda takrorlagan narsani uchinchi kunda qayta bir takrorlash kerak. Ikkinchi kun o'rgangan narsani 20 minutdan sirtida 4-chi kun bir takrorlash kerak. 3-chi kun o'rgangan narsani 5-chi kuni. 4-chi kun o'rgangan narsa 6, 5-chi kun o'rgangan 7. 7-chi kunga borganda cho'sa yana qayta birinchi kun o'rgangan narsani takrorlash kerak. Agar bir o'quvchi mushu oddiy bo'lgan takrorlash usuli bo'yicha mangsa, uning astaqlash nimasi bo'lsin yoki o'rganish natijasi bo'lsin yoki o'rganish jarayonida olg'i besish sijilliq bo'lsin, u ro'shan holda ilgarilaydigan gap. Bu da men bir takrorlab o'taman. Ya'ni o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash, 2 kundan keyin bir takrorlash, 7 kundan keyin bir takrorlash. Ya'ni birinchi kun o'rgangan narsani 20 minut, 48 soat, 7. Uningdan keyin u takror qilmagan taqdirdimi, u hech qanday kitob ko'rmasimi, eng oxirida mayli imtihon bo'lsin yoki bu bilimni ishlatish bo'lsin, buning asosiyasi qijlanmaydi. Shunga Ibn Xavsning bu bir ilmiy yakunidan biz o'rganishda yoki bo'lmasa boshqa sohalarda as saqlashning intan oddiy bir usulini yakunlab chiqdik. Ham bu xil usul men ham odatda chet el tili dars beraman. Bu jarayonda nurg'un bolalarning chet el tildagi masalan so'zliklarni as saqlashda og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Bu qandaqdir bir balni olmasdan nurg'unlagan ingliz o'rganayotgan bolalarning o'rtaq qiyinchiligi. Chunki eng oxirida ularning mayli inglizcha bo'lsin, mayli fransuzcha bo'lsin yoki german til bo'lsin, mushu pallarni utuqli qazanishda eng oxir nima belgilab qo'ydi degan vaqtda ularning so'zlik yetishmaslikdan bular ya bu fanni tashlaydi yoki bu fanda og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Agar bir chet el tili o'rganayotgan yoki bo'lmasa boshqa fanlarni mayli matematika, mayli fizika, mayli ximiya qatorliq fanlarni o'rganayotgan bir o'quvchi agar mushkil o'rganish usuli agesa, uning as saqlash qobiliyati ro'shan holda yuqorilaydigan gap. Bu birisi. Endi men yana bir xil o'rganish usulini o'tirib qo'yman. Agar bir tirishib o'zining o'rganishdan natija chiqarmoqchi bo'lgan bola mushuk usulni birlashtirsa, men shundoq shaxsan kapolat qilib beramanki, bu bolaning mayli darsda bo'lsin, mayli kelajakda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, olg'a besish tezligiga zo'r darajada yordam berdi. Unda bo'lsa ikkinchi xil usul nima deganda, ikkinchi usul masalan mana
Bu piramidadan biz mundaq bir narsani ko'ra olamiz. Masalan, piramidaning dastlabki cho'qsida dars degan bir xat bor. Ondan bu 5%. Bu nima degan gap desa, bir o'quvchi dars anglagan vaqtda darsdan faqat qancha % o'zlashtira oladi, qancha % shuni yodida qoldi degan faqat 5% yodida qoldi. Mana shu nurg'un o'quvchilarning hozir salqirayotgan bir nuqtasi. Nurg'un bolalar darsni masalan tushungan bo'ladi. Haqiqatan tushundi. Ammo bu tushunish qanday haqiqiy tushunish bo'lmasdan hissiy tushunish bo'ldi. Shu vaqtda tushunadi uni. O'qituvchimi buning oldinib qoladi. Ya'ni o'quvchilarim buni tushundi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu o'quvchi haqiqatan tushundimi? Unda olmaydi. Amaliyotda bu o'quvchi tushungandek his qildi xolos. Yo'q tushungan bo'lib oldi. Amaliyotda bu darsning qancha % yodida qoldi degan oram 5% yodida qoldi. Unda esa bu darsni qanday qilgan to'liq o'zlashtirgan bo'ldi. Ikkinchi peshta qaraylik. Ikkinchi peshta o'qish. Ya'ni kitob o'qish orqali. Unda bir odam kitob o'qish orqali shu kitobdagi bilimlarni qancha % o'zlashtira oladi? Amaliyotda faqat 10% o'zlashtira oladi. U balkim umum ideyani tushunish mumkin. Yo'q tushungandek his qilish mumkin. Yo'q tushungan bo'lib olish mumkin. Ammo biz ilmiy tekshirsak, bir kitobni o'qigan vaqtda uning faqat 10% lam u odamga, kitob o'quvchiga yuqadigan gap. Unda 3-peshta. 3-peshta 20%lik asaqlashak 20%lik o'rganishga vakillik qildi. U bo'lsa ko'rish va anglash. Bir narsani mayli ekranda ko'rsin yoki anglasin, bu xil usul orqali o'rganishning o'zi 20%lik asqatadi. Unda 3-peshta bo'lsa 30%. 30% chu deganda o'rgangan narsani boshqalarga ko'z beqish. Siz nima o'rgangan bo'lsa, uni birsa ko'z beqish. Bu orqali biz faqat 30% egallay olamiz. Ana keyin 50%. U o'rgangan narsani agar boshqalar bilan munozirlashsa, boshqalar bilan deyishib, shu to'g'ri savollarni chiqarishib, o'zaro munozirlashgan bo'lsa, unda buni o'rgangan bilimi qancha % o'zishidi degan vaqtda 50% o'zishidi. Uning ostida 75% amaliyotda mashq qilib beqish. Masalan, nesa bir hikoya aytib bersam, bir maxsus suzishni tadqiq qilgan bir odam bor ekan. Bu shu suzishni tadqiq qilib, aspirantlik o'qib, aspirantlikdan doktorlik o'qib, doktorlikdan doktorashta bo'lib ketibdi. Eng oxirida bu nurg'un narsani o'rgangachga suzish to'g'riliq. Eriq o'stangda suzib jumabdi, chunki nayt yuqori bilganlik uchun. Oxir bu menimcha biroqlar dengizni suzay deb dengizga suv uzish uchun dengizga o'zini aytibdi, hayotidan ayrilibdi. Demak, buni nimani bildiryapmiz desa, u haqiqiy nazariy bilgan bilan u hargiz uning butunlay dengiz suv uzishiga tenglanmaydi. U avval eriqdan cho'ngroq ko'ldan daryodan dengizga kengayadi. U biroq undaq qilmagan, u bir umrida suzib boqmagan. Suzib boqmayla, faqat suzishni tadqiq qilgan. Eng oxiri cho'sa dengizga kirgan vaqtda u suzish u yoqtusin hayotini qurqagan. Shu nurg'un bilimlarning amaliyotda bizda nazariy asosda bilinishi uni xato tuyg'uga bir bo'lsa uni o'ziga haddan ziyod ishongan qilib yetadi. Albatta bu haddan ziyod ishonganlik uchun ishlarning nurg'ulgan tafsiloti sal qaraydigan chiqadi. Ishlarning tafsiloti sal qaragan vaqtda albatta bu ishdan utuq qozonmaydigan chiqadi. Yakomuz nima chiqdi bo'lsa, oldirab bir ishni qilolmaydigan bo'lib qoldi. Nima qilsa, mukammallikni qo'g'lashganlik uchun. Shuni qanday qadam muvaffaq qozindi desa, har qanday o'rgangan narsani tajriba qilib boqadi. Unda o'rganmay turib, tajriba orqali muvaffaq qozongan bo'lamdi degan unda olmaydi. Bunda qadamni qaram keldi. Chunki bularda nazariy bilim bo'lmaganligi uchun bularning taraqqiyoti ma'lum nuqtaga olgan to'sildi. Masalan, ba'zi odamlarning hech qanday o'qimay turib boy bo'lganini bilamiz. Ammo buning boy bo'lgandagi haqiqiy muvaffaqiyati cheksizlik intilalamni intilanmaydi. U ma'lum bir nuqtada chuqum to'xtab qoldi. Yakomuz boshqa bir tafakkurga o'tolmaydi degan gap. Shunga bir muvaffaqiyat bo'lish uchun nima keraksa, nazariya bilan amaliyotni chuqum birlashtirish kerak. 75% ni biz amaliyot ko'z sharqiliq. Yakomuz nurg'a odam kichik vaqtida velosipedni o'rib boqadi. Ammo ba'zida shahar muhitiga mos uchun velosiped minish qulaysiz bo'ldi yoki velosiped minishdan ojiz qolmaydi. Balki 20 yil, 30 yil velosiped minmasligi mumkin. Ammo bir velosiped mingan odam 30 yildan keyinmi velosipedni olib haydab keta oladi. Uningda velosipedni haydashni unutib qoptiman deydigan gap bo'lmaydi. Hech qanday odam velosiped haydashni unutib qoptiman demaydi. Nima ish qilsa? Chunki u velosiped minish o'rgangan vaqtda u to'liq amaliy harakat bilan o'rgangan. Bu xil badanmi o'rgangan narsaga aralashgan vaqtda
bu xil bilim asosiyatini ketmaydi. Qancha persent ketmaydi? 75% ketmaydi. Eng kuchli birisi bor. O'rgatish. Eng yaxshi o'rganish nima bo'lsa, o'rgatish. Bir odam o'zining bilimini boshqalarga o'rgatgan vaqtda bu hargiz ketmaydi. 100% saqlanib qoldi. Masalan, bizning ingliz tili o'qitish sohasimizdami nurg'un o'quvchilar ingliz tilida eng oxirida qanday muvaffaqiyat qozondi degan vaqtda o'rgatish orqali. Chunki siz ma'lum narsani boshqalarga o'rgatayotgan vaqtda o'zingizda